Bu video aynan meni kattalar uchun kiyim tikolmaydi deganlar uchun. Ha, hozir men kattalarga kiyim tikmayman, chunki har bir klient uchun juda ko'p vaqt ketadi. Fason tanlash, mato tanlash, primerka qilish, bular hammasi meni hozirgi hayotimdagi sharoitim bilan birga rosa ko'p vaqt talab qiladi. Shu sababli ko'pincha yangi zakazlar olmayman. Lekin bu video boshqacha. Bu men onam uchun tikkan libosim. Har bir detalini o'zim qilganman. Onam hozirgi vaqtda azador bo'lgani uchun ortiqcha bezaklarsiz libos tikdim. Davlat ishida ishlagani uchun esa kiyimga oq yoqa bilan bezak berdim. Tikuvchilik bu meni san'atim va sevib qiladigan ishim. Har bir chok, har bir detal meni mehnatim. Shunday ekan meni yomon ko'rganlar, to'g'ri men tilingizga xo'ja emasman, lekin gap men haqimda ketganda ehtiyot bo'lib gapiring. Har kimning o'z yo'li bor, men o'zim tanlagan yo'ldaman. Gapirish oson, lekin har bir ishi orqasida mehnat bor. Men hammani hurmat qilaman, lekin gap men haqimda ketganida hurmat bilan gapiring. Gaplarim egasini topadi degan umiddaman.